3 padişahlık, zaman halkıgan muşavvir. Mazkur tor romani Üller studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 5-bob. Zafar quchish. Chishan teg'i tutash ketgan tog' tizmasi bo'lib, buning ichidagi bir muhim yerning janub tarafi Xuanxe daryosining tuvanki eqinining tarmoq eqini. Shimol tarafida bo'lsa, kengligi 3 gaz keladigan bir cho'ng yo'l bor bo'lib, buni tabiiy pistirma qo'yishga bo'ladigan joy deyishga bo'ladi. Saurin lojinlar Dungjay kentiga hujum qilib kirgan chog'da Sav og'zida 20 ming kishilik lashkar deb otib olgan. Lekin amaliyotda 18 ming kishilik lashkarni elib taqqa chiqqan edi. Vaqt bo'yicha hisoblasak, ularning faqat bir osh pishimli tayyorlik vaqti bor bo'lib, baxtga yarasha odam soni ko'p bo'lg'achqa nurg'un do'milimi tosh va yo'g'on yog'ochlarni elib kelgan edi. Sav uchisiga sovut va qizil yepincha ortib olgan bo'lib, bir toshning ustida ko'zini yumib o'ltirib dam eliyotdi. Amaliyotda u har qandoq odamdan bakrak jiddiylashgan edi. Agar Lübu Dungjay kentidan voz kechib, udul uning bargoyiga borsa, qo'shin asosini yo'qitib, vaqt kelganda Shiliang lashkarlari bo'rilardek uning qo'shinini yeb etdi. Tong yo'rishga boshlab, sahardagi mayin shamol Savning soqollari va chochlarini mayin silab o'tdi. Uning yenidagi Savxun, Shahu aka ini, Liu Qian, Lidian qatorliqlarining chiroyi ifodasi surlik bo'lib, ularning hammasi Lübuning kelishini kutib o'tdi. Dungjay kentining xabar yetkazuvchisi o'tib ketgili bir osh pishimdan oshdi. Lübu nimishqa texich paydo bo'lmaydi. Savning ko'zi yanili yumuqliq bo'lib, ko'nglidagi gumonni eg'izidan chiqara olmayotdi. Begim, keldi. Bir ko'zatchi tez qadam bilan yugurib kelib, Savga ta'zim qilgandan keyin xushal holda mundoq dedi. Oldi tarafdagi yo'lning kirish eg'izida otliq lashkarlar bayqaldi. Ular Lüxiti besilgan cho'ng to'g'ri ko'tirib olibdi. Sav ko'zini ochgandan keyin ulug' kichiktinib ko'nglida mundoq dedi. Sizi haqiqatan donishmandga. Lübu halok bo'lish oldida turadi. Uning ko'z ishorasi bilan Savxun qatorliqlar darhol tog' bag'riga qarab mangdi. Bu chog'da tong yo'rib bo'lgan bo'lib, haybatlik Shiliang otliq lashkarlari xuddi iqin suvdek Dungjay kentiga qarab ketyotdi. Bu oz degandimi 7-8 ming keladigan otliq lashkar bo'lib, Lübuning eng sarxil qo'shini edi. Bu jangdan keyin Lübu xuddi kishi yo'lib etilgan yo'lbosqa o'xshash burunqidek vahshiy bo'la olmaydi. Tog' bag'rida turgan Sav qo'lidagi shamsharni ching siqib, otliq lashkarni sanab baqdi. Ondan qo'lidagi shamsharni egiz ko'tarib, keyingi paytda oldiga qarab chopdi. O'ldiringlar! O'ldiringlar! O'qyachilar allaqachon tayyor turgan bo'lib, Savning signalini qabul qilgandan keyin o'qya etishga boshladi. Ya o'qlari xuddi qor yomg'irga o'xshash ketayotgan otliq lashkarlar qo'shiniga qarab oqdi. Shuning bilan oz degandimi 100 otliq lashkar otdan yiqilib tushdi. Jang etining echilishli kishnigan ovozi bilan lashkarlarning g'orqirgan ovozi bir-biriga ordishib ketdi. Bu chog'da go'yo ikkinchi hujum qilish signali berilgandek tog'dan gumburlagan ovoz anglanib, son-sanoqsiz yog'och va toshlar xuddi shiddatli daryoga o'xshash etilib keldi. Uningga so'qilgan otliq lashkarlar varqirashqimi ulgurmayla jenidan ayrildi. Pistirma bakan, uduqmala! Düşmandan mudofaa qilinglar!
Tezden düşmandan mudafiyani ula. Zhang Yao yemini degan bilan kelgusidagi 5 donglik sarkardaning beshi bo'lib, tuyuqsiz hujum uni sarosimiga selib qo'ymadi. U bir tarafdan qo'lidagi ilmak o'rg'oqni pulanglatib, o'qyani urib tushirsa, yana bir tarafdan ullik ovozda lashkarlarni mudofiyada ching turishga chaqirdi. Uning qo'l ostidagi lashkarlar eng avval astiga kelib, otliq lashkarlar asta-asta muqimlashishga boshladi. Ve shu Xovning qatorliqlarining qo'l ostidagilarga selishtirganda, Zhang Yao'ni aniqla sarxil deyishga bo'ladi. Tog' bag'rida jangni ko'zitayotgan Savsav o'zini tuta olmay mundoq dedi. Bu odam kim? Uni qo'ldash uchun qilib qolgan Shaoyuan oldiga berib qarab baqqandan keyin mundoq dedi. Begim, u Zhang Liao, Lübo'ning qo'l ostidagi 1-nomerlik song'ul, jasoratlik va tadbirlik deyishga bo'ladi. Xinjiang jingi vaqtida Shaoyuan Zhang Yao tarafidan yoshirin zarbaga uchirgan bo'lib, uningga bo'lgan ta'siri nihoyatda cho'nqur edi. Haqiqatan kuchli sarkarda ekan. Lekin mening odimim emasdi. Savsav ko'nglida Lüboni mag'lub qilgandan keyin cho'qim bu odamni qo'l ostimga olaman deb qat'iy niyatga keldi. O'ltiraylik! Birodarlar, olg'a! Ularni tirib tashlanglar! O'ltiraylik! 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 O'qya va domulimi tosh ko'p qism Xinjiang otliq lashkarlarini patparaq qilib etdi. Savshin, Leyshu, Xovning qatorliqlar yuqori ovozda ularga madad bergan bo'lsa-mu, vaziyatni muqimlashtira olmadi. Savxul fursatni g'animat bilib, Shaoxudun, Lidian, Liuchen qatorliqlar bilan tog'dan etilib tushdi. Otliq lashkarlar piyoda lashkarlarining tabiiy kushandisi deb atalsa-mu, lekin mushu paytda Sov qo'shinidagi bu 10 mingdan ortiq lashkar xuddi chumulida tog'dan yopirilib tushib, aslida patparaq bo'lib ketgan otliq lashkarlarni texmi g'uduqtirib etdi. Hatto ba'zilar jang otlarini kontrol qila olmay, har tarafga qalaymaqon so'qilishga boshladi. Mushtishish ovozlari, jang otlarining nola qilgan kishnashlari tog' jilg'isida aks sado paydo qildi. Tor yo'lda otliq lashkarlar piyoda lashkarlar bilan yaqindan jang qilishga amalsiz qilib, otliq qo'shinning afzalligi yo'qqa chiqdi. Savsav qo'shini boturlik bilan otlarga sakrab chiqib, otliq lashkarlarni bir-birlab so'rab tushdi. Qalaymaqon urush ichida beshiga so'zim ranglik toj taqib, badaniga hayvon yuzlik savut kiygan, mo'risiga cho'ng qizil tonni ortib, qo'lida nayza tutgan hayvatlik xuddi jang avliyosiga o'xshash qo'lidagi nayzasini o'ynatib, Sav qo'shini bilan elishiyotdi. Uning atrofini qon tomonlari qoplagan bo'lib, uningga yaqinlashishni sinab boqqan Sav qo'shinining hammasi uchgaz yiroqlikka yiqildi. Lekin shaxsning boturligi bu xil urush vaziyati oldida tilga olg'uchiligi yo'qdek ko'rinadi. Zhang Yao vaziyatning borg'on sari chatoqligini ko'rib, ot choptirib kelib varqirdi. Vahov, tez chekinaylik. Bu otliq lashkarlar bizning asosimiz. Ularni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi. O'lgur sal o'g'ri. Men cho'qib qo'llangni oldim. Lübo shundoq degandan keyin bir nayza bilan 5 nafar Sav lashkarini uchirayotgandan keyin mundoq deb bo'rkirdi. Tez chekininglar! Savsav oldirab kelib qechib ketgan Lübo qo'shiniga qarab, xushalliqidan og'zini yumolmay, ikki mushti tugilib, qaras qurus ovoz chiqib ketdi. U mushundoq dahshatlik urush vaziyatida Lübo ustidan g'alaba qilganligidan, o'zining piyoda lashkarlari bilan Xinjiang otliq lashkarlarini mag'lub qilganligidan xushal bo'ldi. Lekin uni hammadan bak xushal qilg'ini gap so'z va kulki chaqchaq orliqida Lüboni halokatga ishtirib etgan Dianmo'ga erishganligi bo'ldi. U bugungi bu g'albini Dianmo'ning o'ziga qilgan ko'rishish sovg'isida tuyg'uda bo'ldi. Jo'gong,
Lüvanğa erişip 800 yıllık cahanga ega bo'ldi. Hanbegi Jangliyanga erişip 400 yıl cahanga ega bo'ldi. Yanmo siz mening Lüvang bilan Jangliyangrim. Yangdiq, birodar, biz yangdiq. Lübu qechib ketdi. Shaoxuyan hayajonlanganidan hatto begim deb chaqirishni unutib, sakrab taqlab chavaq chaldi. U Chenliu isyon ko'targandan boshlab sonsiz qonliq janglarni qilgan bo'lsa-mu, lekin bir maydon jangmi bunchavala oson oxirlashmagan edi. Savsavmu kulib turib mundoq dedi. Shundoq, biz yangdiq. Tez farmonimni yetkazinglar. Ularga qo'g'lab zarba bermasin. Darhol jang maydonini tozalab, ondan darhol bargohga qaytinglar.